Assalomu alaykum hurmatli Sifat Agro kuzatuvchilari. Agro nazorat tadbirlarimiz davom etmoqda. Biz Payariq tumanida fermer akalarimizni dalalarida yuribmiz. Hozir bitta Darush premium tipiga qarashli fermerni dalasini ko'rdik, kerakli tavsiyalarni berdik. Endi navbatdagi rais bobomizni poliyasiga borib, hozirgi holatini o'rganib, nima qilish kerak, bundan keyingi qilinayotgan agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida o'tkazishini tavsiyalarini berish uchun poliyamizga boryapmiz. Qolganini hozir video davomida poliyadan sizlarga ko'rsatib, ma'lumotlarni berib o'tamiz. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, agro nazorat tadbirlarimiz davom etmoqda. Bugun biz Samarqand viloyati Payariq tumani Darush muqobil tipga qarashli fermer akamizni dalasidamiz. Ushbu maydonimizda paxtamiz bugungi kunda bo'ylari o'sib, hosil elementlari juda kam ko'rib turibsiz. Mana hozir sizlarga video davomida ko'rsatamiz hosili qandayligini. Mana bugungi kunda hosili bo'yi baland, lekin hosil elementi juda kam. Ushbu vaziyatda sizlarga Sifat Agro kompaniyasi tomonidan keltirilgan Stansiya Ultra 98% lik preparatimizni tavsiya etib qolamiz. Ushbu preparatimiz paxta maydoniga qo'llanilganda paxtani o'sishini to'xtatadi. Natijada paxta ko'raklari yiriklashishga yordam beradi. Hosil elementlarini ko'paytirib, paxtani erta pishishini ta'minlaydi va paxtadan yuqori hosil olishga imkon yaratib beradi. Ushbu mahsulotlarimiz kimga qiziq bo'lsa, Sifat Agro kompaniyasining barcha do'konlaridan xarid qilishlaringiz mumkin.